Shunaqa bo'ldi-da, o'rtoq. Boshim nimagadir taq etib urildi. Yo'q, qo'qsi. Ozg'in qizlar haqida. Zebo hozir o'zimga o'xshagan ozg'in do'konam kelsa, mana tashlab qo'yaman. Ana suyi tegsa qanaqa shaqillaydi, shunaqa ovoz chiqyapti sizlardan. Nimnoq to'g'ri Sal bo'lsa shu grangiz bilinsin nomzada. Kimdir ko'rsatish bilan, kimdir bekitish bilan ovora. Sizni topolmayapman. Oldingizda nima bor? Yonimda ikkita qiz bor ozg'in. O'tda bitta qiz turibdi. Sal bundoq turlaring ozg'inligingdan keluvingni bitta odamni bo'ylashyapti uzoqdan. Ha, ikkita ekan ular. Hozir boraman. Kuchingni ishlab turibsan. Yengillik qolmish shekilli, men ikkita qishab kelib o'tirib tur. Shunaqa. Menga doimgida yarimta, menga 5 ta. Keluvinglar bir xilsizlar, men yana ko'p ovqat yeydi. Men o'zim uchun ovqat yeyman. U bo'lsa ichidagi qurtlar uchun ovqat yeydi. Nima bo'pti? Oyog'im ham o'zimga o'xshagandek uzun, endi yo'l ochilib qolyapti. Mana paxta chiqib. Voy, ha, muncha xursandsan? Iskandar Berlisi mezbon loyihasida uy oldim 48 oyga bo'lib to'lash mumkin ekan. Shunaqa xursandman, ancha arzonga tushibdi. Muncha zo'r tabriklayman. O'zi ozg'in bo'lsalaring, munchimdan keng o'tirasizlar. Sanlarga sovg'a olib keldim. Qani ko'rsat. Seving, senga korset belingni ingichka ko'rsadim. Ustuna kulvasam o'zi bir xarid-ku. Bo'pti, Sevimir senga ozdiradigan dori olib keldim. Endi bosh tushdi yo'qki. Rockstar.